Nadire, to'xtang. To'yimiz hozirla boshlanadi. Mening endi bu to'yni qilishimni qilcha hojat qolmadi. Mashina qani? Men degan mashina qani? Ha? Nadire, biz avval to'yimizni o'tkazib olaylik. Men sizga aprima deb va'da qilgan ekanman, cho'qim aprima. Biz avval zalga kiraylik, bo'lamdi? Men buni o'ynamayman. Bugun hozirning o'zida men shu mashinani ko'rishim kerak. Ma'qul, Nadire. Men sizni cho'qim hayron qoldirman. Biz avval zalga kiraylik, bo'lamdi? Bo'lmaydi. Men hozirning o'zida shu mashinani ko'raman. Siz do'stimning to'yini ko'rmadingizmi? Siz nimishqa do'stimning yo'ldoshdek bo'lolmaysiz? Siz mushunda hikoya so'zlashingni bilasiz. Nadire, mehmonlar, urug' tuqqanlarning hammasi bizni saqlayotdi. Biz avval to'yimizni o'tkazib olaylik. Bo'lmasa boshqalarning kulgisi qolmayli yana. Kulkisiga qolamiz deb qo'ying. Men siz bilan zalga kirsam, kulkiga qoldigan odam men. Men sizga deb qo'yay. Aşı benki maşinni men epmamisingiz, men bugun bu to'yni qilmayman. Bo'ldi qiling Nadire. Endi yeter. Agar bu to'yni qilg'ingiz bo'lmasa, qilmasak bo'laverdi. Men sizning ilgari bunday qiz ekanligingizni azaldan bayqamabdiman. Ochko'z, pulparast, shuhratparast, ham yana boshqalar bilan beslashadigan bu tarafingizda azaldan his qilmabdiman. Ilgari sizmi mening mush chiroyli qilg'im deb men to'y taklif qo'ygan bo'g'aydingiz? Men sizga deb qo'yay. Siz mening chiroyimda to'y qilgan bo'lsangiz, men bu sizning pulingizni deb to'y qilish qo'shilgan. Endi o'g'anda mashinali chiqib qo'shilmayapsiz. Shundaydi-ku? Pul. Yana shu pul. Agar mushu biniz mashina bo'lmagan bo'lsa, men sizning yana bir yuzingizni ko'rmaskanman. Sizlarning o'ydigilar mendan necha yuz ming to'yliq talab qildi. Ham yana tex uy 100 ming fanda yuqori bo'lish kerak dedi. Men tex sizga biniz mashina olaman. Men mush to'y uchunla 500 ming yandan ortiq pul chiqim qildim. Esingizda bo'lsin, bu pulning har bir puli mening qon ter badlimga kelgan. To'g'ri, siz haqiqatan chiroyli. Lekin men sizdan so'rab baqsam, sizning bu chiroyingiz sizga yana necha yil amra bo'la oladi? Ha? Qaraganda bu to'yda ikkimizning maqsadi o'xshash emas ekan. Men sizni yaxshi ko'rganligim uchun to'y qildim. Lekin siz mening pulimni yaxshi ko'rganligingiz uchun to'y qilibsiz. Ma'qul, men mush pullarim bilan, mening mush iqtidorim bilan ishinimanki sizdanmi chiroyli qiz bilan to'y qila olayman. Men sendan eng oxir qitim shuni so'rab baqay Nadira. Men bilan zalning ichiga kiramsa yoki kirmamsa? Yo'q. Kirmayman. Ma'qul. Qachon meni mushta hayron qoldirdingiz. Amaliyotda men sizni bugun tuyuqsiz xushal qilib o'tay deb o'ylagan. Afsus. Siz meni bugun bakil umidsizlantirdingiz. Bu to'y amaldan qolsin. Yo'lbars! Aras. Men sizga yana bir gapni deyishni unutib qopdim-a. Men sizning ota-onangizga bergan to'yliqni bugun hozirning o'zida bir pulni kam qilmay qaytiribman.